Olovuddinni multfilmiga e'tibor beraylik. Jin Olovuddinning qulog'idan Qur'oni Karimdan Baqara surasi 184-oyat chiqazib olib, orqasiga ishqalab Qur'onni tahqirlayapti. Ya'ni bu bilan u sehr qilmoqchi. Hozir jin sehr qiladi-da, Olovuddin ana natijada hindlarning ilohiga aylanib qoldi. Buni qaytadan ko'rishingiz mumkin. Yoshligimizda bu narsalarga ko'p e'tibor bermaganmiz, ya'ni bolalarimizni bunaqangi, ya'ni shirk multfilmidan ehtiyot qilishimiz kerak. Bu ya'ni bolalar yaxshi ko'rib ko'radigan multfilmdan hisoblanadi. Unaqa shirk multfilmda chiqadigan odamlarga Allohimiz kifoya qilsin.